Demak, bizdan quyidagi cheksiz yig'indini hisoblash so'ralgan. Dastlab bunda yig'indini biror bir S harfi bilan belgilab olamiz. Belgilash oldik. Demak, ikkala tomonini keyingi bosqichimizda 5 ga bo'lib yuboramiz. Quyidagi demak tenglik hosil bo'ldi. Endi birinchi tengligimizdan ikkinchi tengligimizni hosil qilgan tengligimizni ayirib yuboramiz tagma-tag. Demak, S dan S taqsim 5 ni ayirsak 4S taqsim 5 chiqadi barobar. 1 taqsim 5 ni demak o'zini yozib olamiz. Bu cheksiz ketma-ketlik bo'lgani uchun demak yig'indimizda hisoblashimizda o'zgarish bo'lmaydi baribir. 2 taqsim 5 ni kvadratidan demak 1 taqsim 5 ni kvadratini ayiramiz. 1 taqsim 5 ni kvadrati bo'ladi. Plus demak 3 taqsim 5 ning kubidan 2 taqsim 5 ning kubini ayirsak 1 taqsim 5 ning kubi hosil bo'ladi. Plus 4 taqsim 5 ning 4-dan 3 taqsim 5 ning 4-sini ayirib yuborsak, yana 1 taqsim 5 ning 4-si xuddi shu kabi ketadi. Va hokazo. Xo'p, bizda chap tomonimiz demak 4s taqsim 5 va o'ng tomonimizda cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya hosil bo'lyapti. Xo'p, demak cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisini formulasiga ko'ra B1 taqsim 1 hadi taqsim 1 minus geometrik progressiyaning mahraji. Xo'p, demak geometrik progressiyani birinchi hadi demak bizda 1 taqsim 5 ga teng. Mahrajimiz ham 1 taqsim 5 ga teng. Bu tenglikdan o'ng tomonidan ko'rish qiyin emas. Agar topish kerak bo'lsa, ikkinchi xatni birinchi xatga bo'lib yuborsak ham kelib chiqadi. Yana 1 taqsim 5. Yig'indini demak hisoblaymiz. 4s taqsim 5 barobar. Demak, B1 o'rniga 1 taqsim 5. Bu yoqqa quni 1 taqsim 5 qo'yamiz. Xo'p, hisoblaganimizda demak 4s taqsim 5 barobar 1 taqsim 4 chiqyapti. Bundan s ni topadigan bo'lsak 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 taqsim 4 bo'ladi. Demak, s barobar 5 taqsim 16 bo'lar ekan.